Qo'limizga omonat bo'lib kelgan ayolni kim o'ynatadi, kim aylantiradi, kim erkalatadi, kim kuldiradi, kim degan savol. Erimi? Rash, taqvo degan narsani ushlayapsan, bag'ini ham do'ndirib qo'ying bo'lmasa. Xotini telefon qilsa, ha, yo'q, o'chir ovozingni, taq. Bo'ldi qo'ydi. U shirin so'zni qatdan eshitadi u? 1 yil, 2 yil, 3 yil, 5 yil. Bitta shirin so'z bilan o'sha xotin aldanadi. Bitta shirin so'z bilan bo'ldi, xotinni berib qo'yadi o'sha. Nimaga? Chunki ayol erkakdan xohlagan narsani eridan topa olmayaptimi? Kimdadir ko'rsa ketdi o'shang. Er bo'lib, ha, desa oila qurganiga 12 yil bo'ldi. Bir marta padarka bermagan. Qana er u? Shirin so'z yo'q, erkalatish yo'q, olib borib o'ynatib kelish yo'q. Qaynata burundan par chiqib eshikda turadi. Bu qaynatalar. Ko'zni oching. Ayting o'g'lingizga, bor xotiningni olib, zominga borib kel bir haftaga. Men 3 million pulni bor deng. O'zim bormaganman, siz boring, o'zingiz borib keling bo'lmasa birinchi. Bor xotiningni, boyrog'ingiz bo'lsa, bor xotiningni ol umraga borib keling. Nima ayol u zindonband deganimi?